Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh kanalim kuzatuvchilari. Mana kech kirganda biz ana bunday supada gilam tashlab, ko'rpachalarni tashlab, salqinginada mazza qilib o'tiramiz. Qaynota qaynonam bilan birgalikda ovqatlanamiz. Juda ham chiroyli bo'ladi. Kech kirganda salqin bo'ladi ha bu qishloqda. Mana bunday ko'kalamzorlarda o'tiramiz. Qaynotam xamirli ovqatlarni yaxshi ko'rganlar uchun xamirli ovqatlar tayyorlashga harakat qilaman. Bugun kadibarak pishiramiz. Bizda kadibarak deyiladi. Xamirni olibdim, mana kesib, endi uni chiroyli qilib bukaman. Barcha xamirli ovqatlar tayyorlashni menga qaynonam o'rgatganlar. Alhamdulillah. Ko'p ishlarni menga qaynonam o'rgatganlar. Men 17 yoshimda qaynonam kelin qilganlar. Shuning uchun barcha ovqatlarni, uy ishlarini, o'zlari ro'zg'or menga o'rgatganlar. Sabr bilan. Uning uchun qaynonamga katta rahmat aytaman. Doim boshimizda sog'-omon bo'lsinlar ilohim. Farzandlarimni ham katta qilishda ular qaynonam yordam berdilar. Xo'jayinim bilan musofirlikda ishlab yurganimizda farzandlarimga qaynonam qaradilar. Ko'pgina ishlarimni qaynonam bilan maslahatlashib qilishga harakat qilaman, chunki qaynonam doim menga to'g'ri maslahat beradilar. 3 nafar farzandim bor. Birinchi farzandim o'g'il, 2ta qizim bor. Kattalari 11-sinfda o'qiydi, kichkinasi esa endi 1-sinfga chiqadi shu yilda. Kadini siqib, qirg'ichda o'tkazib, piyoz bilan yaxshilab qovurib oldim. Uni esa endi qoshiqda olib, bir qoshiq ozgina bilan solib buqib olaman. Keyin esa buqqanimdan keyin qaynagan suvda qaynatib tayyorlab olaman. Bu jarayonlarni ham sizlarga albatta ko'rsatib o'taman. Hozir katta farzandlarim 11-sinf o'qigani uchun o'qishga, repetitorga tayyorlanyapti. Alhamdulillah, sertifikatlarni olishdi. O'g'lim chet tilidan B2, turk tilidan B2 darajadagi sertifikatini qo'lga oldi. Qolgan fanlardan C+ oldi. Yana A va B sertifikatlarini olish uchun harakat qilishyapti hozir ular. Ular tarbiyaga ketibdi beraki. Yaxshi tarbiya berish, ularni yaxshi inson qilib, eliga, yurtiga manfaati tegadigan yaxshi insonlar qilib tarbiyalash. Allohimdan doim ularga duo qilib, yaxshi to'g'ri yo'l ko'rsatishini duo qilib so'rayman. Ilmini ziyoda qilishini, taqvoli, ilmli amalda bo'lishlarini, farzandlarimni doim namozlarimda so'rayman. Har bir ota-onaning orzusi bo'lsa kerak, farzandiga yaxshi tarbiya berish, yaxshi tarbiya qilish. Mening ham eng katta orzum farzandlarimga yaxshi tarbiya berish. Ularning ilmli bo'lishini juda ham orzu qilaman. Inshaalloh farzandlarim yaxshi inson bo'ladi deb. Ovqatni ham buqib oldim, kadibarakni. Endi uni qaynagan suvga solib qaynatib olaman. Mana qaynaydigan jarayonni ham sizlarga ko'rsatib olaman. Qaynagandan so'ng tuz solib suvga, o'sha tuzli suvda qaynatib olaman va sovuq suvga solib olaman. Bu esa ovqatimni bir-biriga pishib ketmasligida yordam beradi. Juda ham shirin bo'ladi kadili ovqatlar. Ovqatim ham tayyor bo'ldi. Ezilgan chakkani solib, bizda chakka deyishadi. Qolgan joylarda suzma deyishadi. Chakka va sous tayyorlaganman pomidordan. Uni ustiga solib tayyorlab qo'yaman. Qaynonam ham juda yaxshi ko'radilar bu ovqatni. Hamma ularga yoqimli ishtaha tilayman.